Diniy vaziyatga e'tiborli bo'lish har birimizning mas'uliyatimizdir. Bugungi globallashuv davrida axborot oqimi nihoyatda tezlashgan, turli g'oyalar, fikrlar va diniy qarashlar odamlar ongiga oson kirib bora oladigan vaqt keldi. Shunday sharoitda diniy vaziyatga e'tiborli bo'lish, atrofimizda kechayotgan jarayonlarni to'g'ri baholash va o'zimizni ongli himoya qila olish nihoyatda muhimdir. Diniy e'tiqod insonning shaxsiy tanlovi, qalb ishi. Ammo noto'g'ri talqin qilingan diniy g'oyalar, radikal oqimlar va yot ta'sirlar jamiyat barqarorligiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun har birimiz ishonchli manbalardan bilim olish, diniy masalalarda faqat malakali mutaxassislar fikriga tayanish, shubhali g'oyalarga berilmaslik, ijtimoiy tarmoqlardagi tekshirilmagan diniy ma'lumotlarga ishonib ketmaslik, o'z atrofimizdagi yoshlar, oila a'zolari va talabalar bilan suhbatlar olib borish, ularning savollariga e'tibor berish, bag'rikenglik va hurmat tamoyillariga amal qilish, boshqalarning fikr tarzi va e'tiqodiga hurmat bilan yondashish, yot g'oyalar xavfini tushuntirish va bunday axborotdan himoyalanish yo'llarini bilish kabi qadriyatlarni o'z hayotimizga tatbiq etishimiz zarur. Diniy vaziyatga e'tiborli bo'lish bu qo'rquv emas, balki onglilik, mas'uliyat, barqarorlikni asrashdir. O'zimiz yetuk bo'lsak, atrofimizdagi insonlarni ham to'g'ri yo'lga boshlay olamiz. Jamiyatimiz tinchligi, farovonligi va ertangi kunimiz aynan shu hushyorlikka bog'liq.